Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. YouTube kanalimizga ham bitta video qilaylik deb Farruh akamnikida. Sekin Mashallah. Mashallah mana mashinalar hammasi shu bu yil qo'yilgan bu Farruh aka. Bu mayda ramkaga, xudo xolasa mana usti korpusi yaqinda qo'yilgan bular. Mana ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa korpusni olib tashab. Pastini ochavering Farruh aka. Asalni ko'rsatamiz. Mana asal yo'q. Mana Mashallah. bu buyilgan asal mana. Mashallah. Mashallah. Bo'ldi. Juda go'zal. Endi bu korpusni PPO yashiq ko'pchilik bunaqa yashikda ari boqib bo'lmaydi deb Instagram kanallarimda Negativchilar deysiz? endi yo'q, uni ham o'zlarini fikrlarini bildirishgan. Bu O'zbekiston sharoitiga to'g'ri kelmaydi, salafan qo'yish deyishdi. Mana arini zichligi, ari zich bo'lsa keyin tepasiga chiqadi deydi-yu. Bular bunga ham vashina qo'yuvdiz, ana 4 tiyinli vashinadan qo'yuvdingiz. Hozir ko'ramiz buni. Bu Farruh akam o'zlari arilari sotyaptilar, o'zlari uyushmada ishlaydilar. Uyushmada nima bo'lib ishlaysiz Farruh aka, ko'pchilikka qiziq. Ham muavvinman, ham tashqi ishlar bo'yicha mutaxassisman-da. Endi tashqi aloqalar deydi. Ha. Shunga xizmat bilan bo'lib arilari uyda qarovsiz qolib ketyapti. Ko'p ariga vaqt ajrata olmayapman. Shunga arilari sotaymikin deb planlashtiryapman deyatuvdilar. Shunga keldim men. Mana arilar bu turtin vashina, bu shu yilgi vashina bu. Tuxum qo'yish boshladi. Bunga tuxum qo'yishni boshlabdimi turtinga? Mana matga ham shitda yuribdi mana Farruh aka. Matga mana. Bakfas barodarlik matga mana. Bu yashikda polni ochiq buni. Buni hozir qo'yaylik. Arini yo'liga turib olganman. Ari polni mana gurjonni uchib kelyapti. Ko'ryapsizlar arini uchishini. Asal tashib ko'p turamiz. Asal endi yaxshi tashyapti. Xudo xolasa nimadan ishlayapti? Sizni Toshkentda sharoitingiz yaxshida, asallarga joiz. Agar Bismillah. Shu uyushmada ishlamaganingizda yaxshi bo'lardi-yu. Endi uyushmada ishlaganingiz ham yaxshi. Mana Asallarga yaxshi bo'lardi, mana. Mashalloh, mana. Gulchang asal, og'irligi ham bordir, 1-2 kilo. 4 kilocha bor mana. Mashalloh. Yo'q, men ko'tarmay qo'yaverdim. Qo'limni ortib nima qilaman? Mana bunisi ikkinchisi. Bu ham karma yo'qdi, asal yo'q. Mashalloh. O'ta go'zal. Mashalloh. Asalni zo'r yig'ibdi. Juda go'zal yig'ibdi. Mana uchishini ko'ryapsizlar. Farruh aka, endi naryoqdagi yashiklaringizni ko'rsatinglar. Yashiklar sotamiz, boshqa qilamiz dedik-ku arilari. Shu temada gaplashaylik. Buni ustini keyin qo'yib yuboramiz. Shundoq yopib olinglar shuni. Yopib olishga ham vaqt ketadi. Yuravering. Naryoqda yuravering. Naryoqdagi arilarni ko'rsatavering. Mana men o'zim bo'lmasam ko'rsatib gapirib ketaveraman. Men yopib qo'ying. Mana shu yashiklar sotiladi. Yashik pashigi bilan, arisi bilan. Duayliklar. Ikki xonali yashik, 4 xona qilinsa ham bo'ladi, 2 xonada ishlatsa ham bo'ladi. Mana bular qoladi Farruh akam o'zlariga. Kichkina yashiklar ko'tarib tushirishimga osonroq. Bitta semya boqaveraman. Korpusi ham borda bularda, Farruh aka. Hazilmi? Mana ularda o'zingiz. Bu o'zimda qolaveradi. Bular o'zingizda qolaveradi. Mana bu yoqda bundoq kelsak, mana bir 100 tadan ko'proq oilalari bor. Sotib yuboraman deyaptilar. O'zimga bir ozroq qolsa bo'ladi. Masalan, hozir Sizlarni qoldiramiz, kuchlilarni soturamiz. Kuchlilarni tanlab olib ketaveradi. Tanlab olib ketaverasizlar. O'zi 2 marta ari sotsalaring bo'ladi bu arilarda. Hozir 6 romka, 7 romka, 8 romka bo'lib yotibdi. Ari o'ta kuchli. Hammasi rast bo'ladi, zich boqilgan. Mana shu yashiklar ham sotiladi. Korpusni buni ustida 2 ta 7 taligi, keyin ustida bitta anaqasi bor. Magazini ham bor. 2 ta 7 taligi bor.
korpusi bor. korpusi bor. Ha, mana. Korpus yog'ochlari hali ayamay ishlatilgan yog'ochlar. Uchli yog'ochmi, 3,5likmi shunaqa shekillar bu. Farq Juda aka. baquvvat ishlangan. Juda baquvvat yashaylar mana. Xohlasalaring kelib shuni olib ketishlaring mumkin shu holatida. Ustilari bor, ichkarida turibdi. Xohlasalaring buni olinglar. Xohlasalaring narigi ana 2 xonali yashiklardan olib ketinglar. Lekin bular arz sotiladi, o'zi sotilmaydi. Sekin ichiga bir slab arilar menga qolib ketsa deyaptilar. Slab arilari ham 4 romka, 5 romka bo'lib yotibdi. O'shalar qolib ketsa, 10 tami shunaqa qolsa, uyda sekin qarab, sekin отводка qilib, bitta yarim bir vaqtim bo'lganda qarab turaman deyaptilar. Shuning uchun sotyaptilar arilarni. Uvol bo'lmasin deb. Arilar sog'lom ko'rdim. O'ta zo'r arilar mana 7-8 romkagacha arilar bor. Endi Farruh akam ovqat ham 1-2 marta ovqat berdi xohlasa bu yilga. Ha, endi men ovqat bersam hozir bu to'lib ketadi-ku, hozir ko'ryapsiz-ku o'zi. Ha, Ishlayapti ari, o'zini yeb ha, turibdi hozir. o'ziga o'zi bo'lib turibdi. Ovqat berilsa bu birpasda tuxumni ham ko'p urib yuboradi, 2 barobar. Ovqatni ham tashib ari juda anaqa. Lekin rasplot yog'ochdan yog'ochgacha. Yana bitta narsaki, Muhammad Yusuf kengaytirayotganimiz yo'q-ku hozirda, ana o'sha mashina berishimiz kerak mana. Lekin Telegram gruppalarda ko'ryapman, 10 romkali ari, 8 romkali ari deyapti. Rasprotlarni ko'rsangiz, qancha rasprot kecha-kechqurun ham ko'rsatib Qancha mana ko'rayotganlarim men kecha bittasi reklamasini ko'rdim. To'g'risi kulgim keldi, unaqa kengaytirib yubormanglar. Bu birovning ustidan kulish emas, просто masalan sog'lom tushish uchun, zich tushsa sog'lom bo'ladi. Mana kecha yer sovug'ida ham ko'rdingizku, bu shundoq qandoq chiqdi. Mana isitishga sintifon deganni ro'llab qo'yganmiz. Keyin Farruh aka bitta masala, mana asarlarchilikka qiziq masalada yana bitta. Shuni ham bir aytib keting. Mana shu kasalliklar chiqsa nima bo'ladi bizga? O'zbekiston asarlarchiligiga nima minusi bor? Siz asarlarchilik uyushmasida ishlaysizda, romkani ko'proq qo'shib boqishsa. Minusi birinchidan o'zini cho'nchagiga minus. Eng katta minus. Nimagaki sezim bo'yi davolash kerak bo'ladi. U kasal bo'ldi, yo davolaman degan xato qiladi. U kasal bo'ldimi, ari juda nozik anaqa xislatli anaqa odamdan ham kerak bo'lsa nozik bo'ladi. Keyin uni kasalni sotsa, xudo ko'rsin, mana ichimizda sotsa bir narsa-ku, lekin chetga sotsa yomon otliq bitta u odam bo'lmaydi-da. O'zbekistonga yomon otliq bo'ladi. Mana shunaqa bitta-ikkita ahmoqlarda hozir bo'layotgan ishni mana ko'ryapmiz. Bir-biriga ustidan savdo qilib, narxni tushirib, bu harakat qilib boryapmiz. O'zbekistonga foydasi tegsin, narxi dehqonlar qimmatroq sotsin desa, borib bitta-ikkita nobakor asalarichi bor, o'zi biladi ular. Narx tushirib kelyapti, ahmoqlar. Yoshi katta bo'lsa ham hali miyasi anaqa yetadi-yu, 30 gacha kelib xudo miya bersa, xudo berdi xudo. Agar 30 dan keyin miyasi kirmasa, urdi xudo deb. Shunaqa chotdi. Demak, arilari zich ushlash kerak hamma asarlarchilar. Arilar kasalliklardan sog'lom ushlasa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Shunaqa, Xudo xolasa. Ari ovqati bo'lsa, kuch-quvvati yaxshi bo'lsa, hech anaqa. Mana hozir ko'rishingiz mumkin. Ari bir xil kuladi, semiz ari mana. Ko'rdik arilar. O'zi bizga o'xshagan. O'ynab tushibdi. Hozir Instagramga bitta video qo'ydim. O'ta o'ynab yuribdi-da arilar. Xohlasangiz ochib ko'rsatamiz yana. Ya bo'ldi, mayli, endi ochib ko'rsatib, bittani ochdik-ku. Bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lmaganlar a'zo bo'lasizlar. Xudo xolasa yaxshi videolardan qo'yib boramiz inshaalloh.